Hammalarga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan bugun biz Minecraftga mod qo'yishni o'rganamiz. Yaxshilab o'tirib olinglar, unda biz boshladik. Birinchi bo'lib Google Chrome'ga kirib o'zingizlarga kerakli versiyani yozasizlar. Mana Minecraft. Misol uchun sizlar qaysi versiyada o'ynaysizlar? 1.21 forget degan joy bor. Shuni ham yozsanglar aniqroq bo'lib chiqadi. deb yozasizlarda qidiruvga yozasizlar, eng yaxshi sayt mana shu sayt. Nimaga? Kirasizlar. Bu yerdan modni bosasizlar. Bosganingizdan keyin pastga tushasizlar, marta versiyalarni yozsanglar bo'ladi. 1.20.1. Yani qayda bu yerda 2090 bitta. Mana forget deydi. Esingizda bo'lsa bu forget olsam bu son kamayadi. Menda internet bilan sal muammo bo'lyapti. Shunga bu son sal kamayishi sekin bo'lib qoldi, to'g'ri tushunasizlar. Endi bo'ladi. Va botda sizlar xohlagan modullarning turlarini tanlasanglar bo'ladi. Mobs bor, mana har xil food bo'yicha bor, PvP ga bor. Juda ham ko'plari bor. Bemalol qilsangiz bo'ladi. Boshqatdan tanlash to'g'ri kelib qoldi. Mana endi keyin forgetni tanlasanglar, mana ko'ryapsizlar 165 da. Endi men misol uchun bitta modni qo'ymoqchiman. Mana bizga misol uchun mana shu yerdan tanlasanglar bo'ladi. Mana shu enchant bosasizlar. Bu yerda ma'lumotni bosasizlar, qanaqa ekanligi haqida tushuntirib beraman. Bu kitob qaysi bir aslahaga tegishli ekanini ko'rsatib beradi. Va to'g'rini bosasiz, o'ynaydigan versiyangizni bosasiz va forgetni ham bosib, to'g'rini bossangiz botda tushadi. Keyin buni olib bu yerga qo'ysangiz, bu yerga qo'yasiz. Qo'yganingizdan keyin Minecraftga o'tasiz. Mana shaxsiy Minecraftning nimasi bor, ko'rib turibsiz. Mana shunga bosasiz. Bosganingizdan keyin necha pastroqda mods deb turadi. O'shani ustiga bosasiz. Bu yerga qo'ygan modlaringiz bo'ladi. Keyin buni qo'yib qo'yasizlar. Qo'yganingizdan keyin mana 80 kilobayt. Agar bu o'tmasligi mumkin, error chiqib qolsa, shuni chiqarib olsanglar, Minecraft yana kiradi. Keyin mana bosasizlarda kutasizlar ozgincha muddatdan keyin. Shunday qilib bizda Minecraftda mod tayyor bo'ladi. Kirishini kutamiz. Bu error chiqib qolishi ham mumkin. Ichida kasallanganman. E'tibor bermaysizlar. Oh no. Aytganimda error chiqib qoldi. Engine man u aytayapti. Mana shu modinda error bor deyapti. Shunaqa bo'lib qolishi mumkin. Shunda o'sha modni chiqarib yuborsanglar ishlab ketadi yana. Mana. Hop, qaysi bo'lsaydi 80 mana shu edi. Chiqarib yuborasizlar, musulga tashlab yuborasizlar. Kirganingizdan so'ng Minecraft yana ishlashni boshlaydi. Shunga bitta mod mos kelsa, ikkinchisi mos kelmasligi mumkin, chunki menda modlar ko'p, bu o'zi ishlashi kerak edi. Modlar ko'pligi tufayli shunaqa bo'ldi. Bu ishlashi mumkin edi. Modlar ko'pligi tufayli bitta mod bittasi bilan kelisha olmay qoladi. Shunda shunaqa error chiqib ketishi mumkin. Ana kirdi mana. Menda 25 ta mod bor, shuning uchun shunaqa bo'ldi. Bo'lsa bunaqa bo'lmas. Hop, chiqib yana ko'rsatamiz. Boshqa modni ko'ramiz unda. Ko'proq anaqani bosasizlar, chunki bu yerda anaqa bo'ladi. Mana misol uchun buni mana shu yokida bu ichiga kiramiz, o'shanaqa qilamiz, taniymiz, forget bosamiz, download bosamiz, keyin o'tadi. Bu nima ekan? Nima qilsangiz bloklarni olar ekan. Ya'ni sandiq shunga o'xshaydigan narsalarni o'rganimizdan so'ng o'shanda yana o'sha ishlarni takrorlaymiz. Buni ham kilobaytini eslab qolinglar. Mana
295 kilobayt. Endi o'yinga kiramiz. Bizda 25 ta mod bor edi. Agar ishlasa 26 ta bo'ladi. Afsus, damasimiz kirdim. Bu yoqda birinchi bo'lib mana register yozuv chiqdi. O'shandan bilsangiz bo'ladi. 27 ta mod. Demak bu 2 talik mod ekan. Kirib ko'ramiz. Mana shularning ichida bittasida bo'ladi. Rasmli bo'lib chiqib turishi kerak. Mana shu mod ekan. Endi biz biror bitta